2 xona 3 xona qilingan birinchi etajda 4 etajli binomizni uyimizga sotilyapti. Remont, mebel, texnika. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladigan bitta mana shu televizorimizdan tashqari. Manzilga keladigan bo'lsa, Yunusobod 15-kvartal. Orientir, Pitushok, metro Turkiston. Oldi orqa maktab bog'cha, parkovka, media park, korzinka, hamma infrastrukturlarimiz mavjud. Uy egalari esa so'rashyapti, kelishiladigan joylarimiz mavjud. Plyus yetmayotgan bo'lsa, ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Shuni uy qidirayotgan tanish-bishlaringizga samolyotda jo'natib qo'yamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yish ham esingizdan chiqib qolmasin. Keling birgalikda uyni ko'ramiz. Birinchi bizda asosiy kiradigan eshigimizda paradniy xod, prixoshkamiz bor. Hammom tualetlarimiz esa alohida. Chiroyli yorug' konfetlar yaxshi holatda turibdi. Bu yog'imizda bizda hammomimiz. Xo'p, shu bilan biz zalga kiramiz. Zalimizda 315 ga 520 16 kvadrat metr shu zalimizda bor. Kattagina uголок, stolik, konditsionerlar yo'q ekan, o'z uchun o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, bizda spalnimiz. Spalni garnituri полностью komplektovoy, hamma narsa qoladigan. Keling, 3-xonani ko'ramiz. Bu yoq oldingi eski oshxonani o'rni bo'lgan, oshxona balkon lojiyaga ko'chirilganiga, bu yoqni как yana bitta spalni yoki как детский qilib foydalansangiz bo'ladi. Mana balkonimiz 1,5 ga 6 встроенный кухонный garnitura. Bu tarafimiz barniy stoyka, gaz plita, umuvальник, холодильник. Shunda kiyim-kechak bilan kirib yashaydigan uyimiz. Egalari yetganimda so'rashyapti, kelishiladi, ipoteka ham shu uyimizga o'tadi. Aytsanida telefon raqamini qoldiraman, tezda aloqaga chiqaverasiz.